İpek Yolu Sadası, Xush Avazla Seynasi. Assalamu alaikum ikranlarga ko'raman do'stlar. Men hozir İpek Yolu Sadası programmasining surat ilisalida karvan to'rimiz bu qitimliq İpek Yolu Sadası programmasidagi tanlangan mahirlar bilan yana mishkalgan holda tanishish uchun alayda ziyorat o'rinlashtirdik. Agar bu mazmunlar qiziqsanlar, diqqatinglar davomli bizning ekranimizda bo'lsin. Yok çevresi, hoş avazla seynasi, İpek Yolu Sadası, İpek Yolu Sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynasi, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çevresi. Karvan marketleri. Karvan marketleri bölümü marken kaldırış. Kasbiy marka loyihalash, shirkat korxon qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marka ishlari bo'limi marka ishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Дни прожитые рядом, не смею даже взглядом тревожить в сердце своем, но плачет сердце о нем. Assalamu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Qozog'iston diyoridan, Olmaota shahridan keldim. Ishim 17da, ismim bo'lsa Gulsanam. Bugungi İpek Yolu Sadasi qatnashganim sababi o'zimni sinab ko'ray degan. Meni bugungi shunday qattiq his-tuyg'ular kelib ketdi. Men bek xursandman bu yerga kelib, mushu qatnashganimga shundaqla mushu barliq ustozlarga, mashhadagi barliq rejissyor akalarimizga hammasiga rahmat aytgim keladi. Bu yerga kelganimga ko'p birinchi qalbini radam arubga rahmat aytgim keladi. Shundaqla boshqa qatnashuvchilarga utuq tilayman. Dilshod apandimni tanlaganim sababi o'zim estradalik naqshlarni ko'p aytqashqa, men mushu vatanimga kelib o'zimning uyg'urcha milliy naqshlarini aytgim kelgani sababini shu sababdan men Dilshod apandimni tanlaganim shu bo'ldi. Men o'ylayman, milliy naqshlarni uzoq keyingi bosqichga kelganda milliy naqshamni taqdim qilma deb aytaman. Uyg'urcha naqshamni, ha. Ovozingiz nega tatsi shu yerga menga qanday uslubdagi naqshini aytqizsam aytolay ekansiz. Men shuni qattiq ishondim. Shuning uchun siz uchun o'rildim. So'ngra talishni boshlayotgandik Dilshod muallim. Mening tanishim Dilshod Raydin apandim. Abdullah Kamal suara biringan. Her bir ishqa chin ko'nglimizdan, yuragimizdan aqida bersak, hamon g'alaba qila olamiz. Gulsanam chin hissiyoti bilan o'rinlagan bu naqsha ustoz Dilshod Raydinning diqqatini tortdi. Bu zo'r g'alaba. Hamda Dilshod Raydin ustozning tarbiyasi, ko'ngil qo'yib yetaklashi bilan texmi shalliq g'albalar va go'zal naqshlarni yangritisiz Gulsanam. Yeni vosita, yeni moda. Karvan to'ri.